Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Dalisi Bozorov. Bugungi videoda biz sizlar bilan Real Madrid Braziliya terma jamoasining chap qanot hujumchisi bo'lmish Vinicius Juniorning 85lik kartasini full holatga keltiramiz va +11 qilishga harakat qilamiz. Mana Viniciusning kartasi. Ko'rib turibsizlar. Hozir pasaytirib olish kerak. Turaveradi. Hozir bizda 38 ta texnika, 39 ta fitness koachlar bor. Biz uchun hozir jam bo'lib 77 ta koachlar bor. Bular yetadi deb o'ylayman. Hozir birinchi bo'lib qiladigan ishimiz bu. Keyin futbolchilarni sotib olib, bitta Viniciusni xohlash hozir Van de Venni fitnessga sotamiz. Endi 39 ga 40 ta bo'ldi. Endi 79 ta murabbiy bo'lib yetadi. Endi bo'lmasa Vinini kuchaytirishni boshladik. Ko'ramiz va boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Fitnessni boshlaymiz. Stamina ishlashi. Endi bitta texnikaga, bitta fitnessga beramiz. Shunda yaxshi kuchayadi o'ylayman. Yaxshi, hozircha. Stressga tushgan yomon bo'ldi. Yaxshi. Fitnessga beramiz. Acceleration tushyapti. 96 bo'lar acceleration. Texnikaga beramiz. Taklingga tushib qolyapti. Fat fitness beraverib. Yaxshi. Shuni qilaveramiz bo'lsa. Stamina 83 bo'lyapti. Yana fitness. Stretch. Yaxshi, 84 bo'lyapti. Mana 86 bo'ldi Vinicius Junior. Registrga 3 ta tushib ketadi. Hozir berilmoqda. Speed darajasiga 2 ta qo'shilib 95 bo'ldi. Yaxshi. Hozircha Vini yaxshi. Mana yana speed tushyapti. Yaxshi. Acceleration tushyapti. Tezlanishga yaxshi 97. Acceleration yana tezlanishga tushyapti 98. Yaxshi. Vinicius hozir 2026-yilga gol ilk gol urgan futbolchilar ichida Braziliya berilyapti. Voy. Dahshat. Braziliya 3 talik qo'shilib 100 bo'lib qoldi. Oradan 100 yaxshi. Birinchi 100 tezlanishdan chiqadi. 2026-yil eng ko'p gol urgan futbolchilar ichida ikkinchi o'rinda turibdi 16 ta gol bilan. Birinchi o'rinda Harry Kane. Vini jahon chempionatiga boradi, bilasizlar. Va biz ham boramiz. Hozir staminasi 87 va Vini ham o'zi ham 87 bo'lyapti. Yaxshi, hozircha yaxshi kuchayapti. Endi muammolar bo'lmayapti. 600 chiqarish rejamiz bor. 97 tezligi. Video olyapti. Staminaga tushyapti. Yaxshi. Yana stamina. Speed darajasiga 98 bo'lyapti. Yaxshi. Stressga tushib qolyapti. Kuch darajasiga. Yana kuch darajasi yo'q. Chidamlilik darajasi 90 bo'ldi. Yaxshi. Bu yaxshi. Chidamlilik darajasi 91 bo'ldi. Tezlik 99 va Vini 88 bo'lyapti.
va ikkinchi yuz chiqyapti Viniciusda. Yaxshi bu, yaxshi. Endi faqat staminaga tushirsa chidamlilik darajasiga mana 93. Video omadli bo'lmoqda. Ko'zim tegib ketdi shekilli. Mana yana chidamlilik darajasi 94. Darsa sizlar bir narsani aytib men birinchi marta futbolchi kuchaytirishim to'g'ri, rival Donnarumma bilan kuchaytirganman. Lekin ularni uzib kuchaytirganman. Donnarumma esa darvozabon. Vinicius birinchi futbolchi kuchaytirgan. Rivaldan ham o'zi ikkilandan tushgan bonuslarni olib, olmasdan ishlatib qilganman. Lekin bunday birdaniga Viniga o'xshab qilmaganman. Stamina 96 yaxshi. Hozir 60 ta fitnessga ochqalar. 89 bo'lyapti Vinicius yaxshi. Chidamlilikka tushadi yana 98 yaxshi. Va chidamlilik 99 bo'lyapti. Bitta va do'stlar, video juda ham omadli. 300 chiqyapti bizda, 300. Vinidan mana ko'rishingiz mumkin. 300. Shunchaki ajoyib. 3 ta 100 tepadan chiqardi. Strange darajasi kerak emas. Vinicius chap qanotda o'ynaydi, markaziy hujumchilar kerak. Strange darajasi endi pastdan kontrol, passing shotingga berib qilamiz. Cheklangan tushib qolmasa agar. Endi texnika beraveramiz. Hozir 300 yaxshi, passing 90 bo'lyapti. 90 bo'ladi Vini. Kontrol 94 bo'lyapti. Yo'q, 90 bo'lmadi, lekin omadli video bo'lyapti. Ko'zim tegib ketdi. Hozir kontrolga tushyapti. Kontrol 95. Shotingga tushmayapti. Voh, mana tushdi. 85. Mana pas darajasiga tushyapti 92 va Vinining o'zi 90 bo'ldi. Va 96 yaxshi kuchayapti. Va kontrol 97 yaxshi. 93 pasi. Yaxshi, shoting saydi va yana pasini tushyapti yaxshi. 94. Break zeros berilmay qoldi. Mana shotingga tushdi. Shoting 86. Yana 600 chiqsa ham katta ehtimol chiqadi. Chunki hozircha 90 darajasi, lekin deyarli 5 ta 100 chiqqan holatda. Mini 87 bo'lyapti zarba darajasi. Vinining 85 lik kartasi bilasizlar, ko'rdingiz va Vini 91 bo'lyapti. Endi 25 larda boshida 86 lik 6 to'pda ikkinchi o'rin olgani uchun 86 lik darajasi kelgan. Game boot 85 darajasi va 4-chi. Adashib bitdim. 99 hozir endi-chi. Yo'q, ikkinchi tushyapti. 4-chi 100 chiqyapti bizlarda do'stlar. Tekilinga tushmasaydi zo'r bo'lardi. Yaxshi, 88 zarba darajasi. Yana tekilinga tushyapti. Passingga tushyapti yaxshi. 96 va darajasi 92 bo'lyapti Vinini. Shu ham yaxshi hozircha. Mana bir zeros yoqasiga tushadi va passing 98 yaxshi.
5'te 100'ga qarab ketyapmiz. 99. Bitta bersa 100 bo'ladi va mana Viniciusda 5-100 do'stlar. Taklingga tushmasaydi. Mana sen taklingga tushib qolyapti. Mana shoting 89 shoting. 90. 91. Giremiz. Yana taklingga tushib qolyapti. Endi tugab qoldi. Murabbiylar yetmay qoldi, texnika. Hozir rari ishlatamiz bu yerdan. Ana ishlasam ekan. Mana shuni ishlataylik. 94 yaxshi. İşlesin mi, işlemesin. Hayır, işletelim. Yine bitti işletelim. Şu bilen 98. Yine bitti veremiz. Dahşat do'stlar. Vini'da 6'da 100 çıkayapti. 6'da 100. Lekin hali ham darajasi 94. Bu juda ajoyib. Fitness beraveramiz sihiga. Stress darajasiga. Fitness ber. Vay. Va Vinicius'imiz ajoyib tarzda full bo'lmoqda do'stlar. Muhim 6'da 100 chiqdi. Shuning o'zi katta narsa. Bu video menga juda ham yoqdi. Bu kuchaytirish, chunki 6'da 100 maqsadimizga erishdik. Plus 11 qila olmagan bo'lsa ham 95 li Vinicius 6'da 100 dahshatli darajada. Biz mana bu yerda mana bu futbolchini qaytarib olamiz. Fandimenni. Ortalarni ko'rib olaveramiz. Vini'ga bitta forum bosib beramiz. Legendary. Nimasini bilargan bilmayman. Va 86 birlashtiruvchi bu dahshatli darajada bo'ldi Vini. Rivaldo bundan kuchaymoqda o'xshaysan do'stlar. Ajoyib. Rivaldoni plaslar to'g'ri 600 chiqdi-yu, 700 chiqdi, lekin unga ko'chlarini oddiy ko'ch ishlatilmay bilasa, qora futbolchilarga maxsus speaker ko'chlar ishlatiladi, lekin o'sha bilan 600 chiqara olmadim. Kontrol bilan acceleration tezlanish darajasi 99 qoldi, lekin bu 100 bo'ldi Vini. Bunchaki ajoyib. Hozir screenshot qilib olamiz. Mayli do'stlar, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni esdan chiqmasin. Hammaga xayr, sog'lik. Sizlar bilan Jalosi Bozor kanali bo'ldi. O'zingizga ehtiyot qiling, ishlaringizga omad. Kanalga obuna bo'lishni esdan chiqmasin. Hammaga xayr, sog'lik.